30 yoshdan keyin teriga qanday g'amxo'rlik qilish kerak? Ajin paydo bo'lishi, yuz qurishi va yallig'lanishi tabiiy kollagen tanqisligiga bog'liq. Ammo buni sekinlashtirish mumkin. Kollagen bu teringizni yoshartirish va tiklash uchun maxsus ishlab chiqilgan innovatsion mahsulot. Ajinlarni silliqlaydi va yangi ajinlar paydo bo'lishining oldini oladi. Teringizning cho'ziluvchanligi va sog'lom yaltirashni qaytaradi. Akneni kamaytiradi va yallig'lanishlardan xalos etadi. Qurish va qizarishni to'xtatadi. Tabiiy tarkibi va yuqori sifatli komponentlari bilan teriga, balki sochlar va bo'g'imlar uchun ham foydali. Nega kollagen qabul qilish muhim? 25 yoshdan keyin organizmdagi tabiiy kollagen kamayadi. 40 yoshga yetib uning miqdori 30% ga yo'qoladi. Hujayralar tiklanish jarayonini tezlashtiradi va bu esa yoshlik va go'zallikni saqlab qolishga yordam beradi. Natijada 4 haftada ajinlar sezilarli darajada kamayadi. 2 haftada teri namlanib, yaltirashni boshlaydi. Sochlar yanada mustahkam bo'ladi. Tarkibida lososdan olingan tabiiy peptid kollagen. Yoshlik